Sizga bir narsa ko'rsatmoqchiman. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu direktorlik, starший direktor, serebro, mana zolota, rubin, brilliant. Mana shularni znachogi bu qizlar. Ya'ni kompaniya tarafdan mana shunaqa oq oltin va mana shunaqa ko'zchalari bor. Bu brilliant hisoblanadi va mana shu qadrlik deb yozilgan, ko'rib turibsiz. Brilliant uchun qanaqa, mana rubin uchun qanaqa, mana shunaqa mishotchikka solib beradi barxitning. Mana bunaqa, mana ko'rishlaringiz mumkin. Zolotada mana serebro, starший, ya'ni katta direktor va oddiy direktorga qanaqa znachoklar beriladi. Undan tashqari bizda VIP znachogi ham bor. Ya'ni VIP 18, ya'ni 18 katalog davomida siz 100 balldan bajarsangiz, kompaniya tomonidan mana shunaqa znachok ham berishadi qizlar. Barchamizga mana shularni, mana shunaqa cheklarni olib sayohatlarni yutib yurish, mana shunaqa znachoklarni olish nasib aylasin ilohim.